Siz Kattaqo'rg'onda tog'li dam olish maskani yo'q deb o'yladingizmi? Hozir ko'rasiz. Payshanba shaharchasidan tog' tomon yo'l oldik. Jarboshi qishlog'idan o'tamiz. Undan so'ng Arabxona va Moybuloq qishlog'i kutib oladi. Moybuloq qishlog'ining oxirida bozorga yetmasdan chapga burilasiz. To'g'ri yo'ldan ham borish mumkin, lekin burilma orqali 10 kilometr masofa tejaysiz. Boraverish yo'llari ravon, yangi asfalt qilingan. Anavi tog'ni ko'ryapsizmi? Mahalliy aholi uni Qirralik tog' deyishadi. Aynan shu yerda Andoq bahor dam olish maskani joylashgan. Bu yerda oilaviy kelib, bemalol dam olib ketishingiz mumkin. Go'zal tabiat, musaffo osmon, salqin havo issiq kunlarda jonga jon qo'shadi. Ayniqsa zabardast tog'lar ko'zingizni quvontiradi. Charchoqlaringizni chiqarish uchun ajoyib maskan. Oila va do'stlar davrasida piknik eng zo'r tanlov. Sizga kerak bo'ladigan shashlik pishirish uchun qur'a, qozon, o'choqlar hammasi bizda bor. Shunchaki o'zingiz bilan yegulik olib kelsangiz bas. Bolalaringiz uchun voleybol polya va stol tennislar ham bor. Ular bir yashnashsin va eng muhimi, bu yerda telefon antennalar chiqmaydi. Ammo siz uchun Wi-Fi o'rnatilgan. Bemalol Instagram, Telegram story tanlash mumkin. Bron qilish va kelish uchun telefon qiling. Andoq bahor dam olish maskani siz izlagan tabiat, sokinlik va qulaylik manzili. Oilangiz bilan dam olish uchun go'zal va xavfsiz joy.